Assalomu alaykum akalar, yangi videoga xush kelibsizlar. Bugungi videomizda afsonaviy o'yinni Red Dead Redemption 2 va kecha yaqinda chiqqan Crimson Desert o'yinini solishtirishgan videoga reaksiyamni bildiraman. Boshida aytib o'taman, hamma beriladigan baholar, fikrlar o'zimning shaxsiy fikrim. Balki men bitta narsani yomon desam, kimgadir yaxshi bo'lar. Balki yaxshi desam yomon bo'lar. Shuni hisobga olib qo'yasizlar. Bo'lmasa boshladik. Gap bo'lishi mumkin emas. Red Dead Redemption 2da juda zo'r detalni ishlangan. Qaranglar, mana har bir narsa yonib kul bo'lyapti. O'ta chiroyli. Crimson Desert. Olov qandaydir lagli. FPS kam qotayotgan olovga o'xshaydi. İyi. Anasını yemsen. Red Dead Redemption 2 bir bal oldu. Yonib ketgandan keyin uni qorayishi hech narsa bo'lmadi. Gap bo'lishi mumkin emas. Har bir o'q otilganda ham animatsiya tomonidan zo'r. Qaranglar, ham yo'qolib qolmaydi. Juda ko'p oldingi o'yinlarda yo'qolib qolardi. Masalan, 3 ta yoki 4 ta o'q otsa, undan bittasi yoki ikkitasi qolib qolgani yo'qolib qolardi. Bunda ham yaxshi. O'qni orqasi sinib qolar ekan bunda. Qayrilib qolar ekan o'qni orqasi. Endi bu bilmadim, xatolikmi yo detalmi, real hayotda daraxtga kamonda o'q sayilsa orqasi qayrilib yasanib qolishini ko'rmaganmiz lekin. Shu Red Dead Redemption 2da suv fizikalari, grafikalari yaxshi. Bitta menga yoqmaydigan tarafi, personaj suzganda haqiqiy hayotdagi o'xshab suzmaydi-da, bu tikka turib suzayotganga o'xshaydi. Hop, yaxshi. Suzish ama haqiqatda mana real hayotdagi o'xshab harakat bilan. Hop. 2018-yilda ham tekstura zo'r ishlangan. Tekstura jihatdan bu ham yomon emas. Tiniq. Zo'r. Tekstura tiniq-u, lekin yerda kontakt soyalari yo'q. Qandaydir chuqurlik hissi yo'q. Red Dead Redemption 2da alohida temada bu qor deformatsiyasi bor. Qaranglar, maza qiladi odam. Ham kiyim qor bo'lib ketadi, ham yerdagi qorlar ash deformatsiya qilingan bo'yi qolyapti, qaranglar. Xo'sh, bunda ko'raylikchi. Yaxshi. Qor deformatsiyasi ozgina kamroq, qandaydir g'alatiroq. O'ta chuqur emas, lekin bor. Kiyim ham qor bo'ldi. Bu ham yomon emas. Ov qilish. Red Dead Redemption juda ko'p o'yinlarda yo'q narsa bor. Ov qilgandan keyin haqiqiy borib terisini yulib, shilib olishi ham juda chiroyli ishlangan.
Yerdagi qonlar. O'ta zo'rda qaranglar. Gap bo'lishi mumkin emas. Hop, bunda ko'raylikchi endi. Afsuski, bunda terini shilib olish yo'q ekan. Shunday pichoq sanchiydi ekan, bo'ldi ekan. Xuddi Far Cry deganga o'xshaydi ekan. Far Cry'da ham shunaqa borib pichoq sanchiydi, go'shtni oladi. Yomg'ir. Qaranglar, har bir tomchisi bor. Birozdan keyin kiyim ho'l bo'lishi. Bu yerda ham yomg'ir yaxshi. Faqat daryo suv yuzasidagi yomg'irlar juda haqiqiy emasda, fake bo'lib qolganda qandaydir. Har bir yantoqlar har bir o't qimirlaganda maza qilasizda. Personajda interaksiyasi ham alohida masala. Xuddi o'sha interaksiya qiladigan joyda sekinlashadi, animatsiya o'zgaradi holat. O'zi real. Bunda ham yaxshi. Bunda ham player interaksiyasi bor ekan, qimirlaydigan, lekin Red Dead Redemption Red Dead Redemption bu yerda ham g'olib bo'ldi. Chunki player alohida tekkan paytda o'zini holati, sekinlashish, unga ta'sir animatsiyalari yo'q ekan. Xo'p, mana reaksiyamiz ham tugadi. Endi bu yerda shaxsiy fikrimni aytadigan bo'lsam, baribir Red Dead Redemption 2 zo'rligicha qolyapti. Lekin Crimson Desert ham yomon emas. Xuddi shu hozir solishtirgan narsalarimizda ba'zi joylarda deyarli teng kela oldi, ba'zi joylarda teng kela olmadi, o'zingizlar ko'rdinglar. Lekin bu taraflari yomon emas. Endi o'yinni syujeti yoki boshqasini o'ynab ko'rganlar bo'lsa, o'zingizlar fikringizni yozib qoldirsanglar bo'ladi. Shaxsan men o'ynab ko'rganim yo'q. Endi taxminim bo'yicha bilmadim, bu syujet jihatdan ham Red Dead Redemption yutsa kerak deb o'ylayman. Chunki bir ikkita syujet haqida ozgina ma'lumotlar o'qiganday bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.